filmimizni Şifayi Bəxş ichimligi alayda qo'llagan. Başlap ben bugün tuyuqsuz ağrıp qalıb doktorxan kep qaldım. Bugün işqi bərəmət qalıb çəkməyəm mənə. Bana bugün bir ruxsat verən bolsanız. Bu kolunun sınav yapsın emesiga qanday ishini ben? Yüzün tatmınç yüzün ne? Bu sınav bugün kaldın mı ve kaçan kaldın? Hazır saat neçe oldu? Qanday ishini ben sana? Hayır uskunum. Bana bir yerden falan hak olmay. Baş sıkındaki adam şundan alıp git de. Ben sizge. Başlap əmdi quruşan gəs bana. Ben ödəs yalğan söz etmem bana məsiyyə qalam. Ben sana uç quluq geplerin eşini oturamam lan. Bana en mühim olan qaylıqlarla cevaptan birini bəgine. Hoy daday. Əmdi siz oturuq düşünürsünüz zaten bolmayıp qayı kep qaldı. Siz oturuq düşünme. Ben başlıkım beni canımdan toyğazı demini ölsün demdi ki bu. Pis kireme. Başlıkam, mavu mening balam buldu. Men ma balamning dadısı buldum ha. Ma balam bizning uyda yaşayotgan 25 yilning bir yanqi faqat yolg'on gapib qolgan bola emas mavu. Mana men kallamga javob qilaman juma. Bemar qarmoqdilam haqiqatan rastsыздek kirimdi. Mana men bemorning mas'ul doktori. Ma bemorga diagnozni men qo'ygan. Bemor mening o'z akam. U herkes sizga yolg'on gapmaydi. Atigan turlab qizimiz o'lib, intayin holi xarob chiqib ketgan. Şunu doktorxonada yetib qopdi. Qarama bemarni texim kasalchaq qilyaptınız siz. Ma bemarning oqilni men sağındım ha. Ma bemarning gradasi 39 Selsius gradusini yuqori chiqibdi. Endi Bosh ekansiz. Hey, his qildingiz mı? Bizning fikrimizning ko'pinchisi bir yerdan chiqdi ekan. Voy shundaqa. Biz bu darsda o'rtoqlashamiz deb faqat o'ylab boqmagandim. Ana sizning o'qish davrisiz qanday? Hey. Sizga desam, men doktor ochdi bo'lib o'qishga xilida tirishqa edim. Keyin qanday bo'ldi? Doktor Asqar deb berdingizmi? Yo'q, Bunchqa. men shu boshlamoqdim o'qishga. Mana voy. Ko'ring achinib, ko'zingiz ajab noltdan etga. Shu beklab turarkan mushni olaychi yo'q. Bo'ldi. Bu Italiyaning ko'yini kechini bir taloq qolgan. Qancha pul bu ko'yda? Bu ko'ynekning bahasi 200 ko'y. Ko'ring achinib, bu yoqda boshqa ko'ynaklar bor. Mana bu qo'limda nima? Ha. Bu ko'ynakimdan bir taloq qolgan. Bu Italiyaning ko'ynagi. Bu ko'ynakning bahasi qancha bu? Bu ko'ylakning bahasiga boyaqadek 3 ni chiqarsangiz ondan ola olasiz.
Yaxshimisiz? Erkin uyda bormi? Duo bir ko'rishib o'tib ketay deb kelishimdi. Xo'sh, bir avval uy chiysizlar. Erkin bormi ya? Voy, uy chiysizlar, qisib choy damlay, ostasizlar masalay. Chiysa uyga. Qanday Erkin bo'lgan bo'lsa, bular o'tirib yadir qanday. Voy, shu avval uy chiysizlar, atarda qilib masasa, men damla ishki taqsizlar, men ya bir kishma olur kilo olmamla. Chiysa. Pishmoqda o'rgat nima ish qilamiz bu yerda? Voy, hocam shu kishma olur kelib, ustiga chiqib, Erkin oqning tip balamniki da'vatim men. Ben 4-cü qavatga chiqdim deb 3-cü qavatga chiqib oldimmi? Tapama. Voy, qilgan bo'lsan, tilonchaymay chiqaman hocam. Yaxshimisiz Tonjash do'stlar? Men Bizkenda to'y komitetining Yusufjon Qajiboyeviman. Bizkenda to'y komitetimizning bundan keyingi ismini texnik hamkorlik qilgan. Agar siz tunji bo'lib bizning filmimizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, ekran yuzida ko'ringan Bizkenda hisobini aytib beraman.